Ko'pchilik Telegramda o'zini shaxsiy boti bo'lishini xohlaydi va aynan shu sababli siz bu videoni topib kelganingiz aniq. Bugungi videoda biz siz bilan Instagram, TikTok va YouTube'dan qanday qilib video skachat qiladigan bot, Shazam funksiyali bot va musiqa topadigan botni bittada yasashni o'rganib olamiz. Ha, bu reklama, lekin bu reklama eng foydali reklama bo'ladi degan umiddaman. Aytgancha, ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerakki, hozirda siz bilan ko'rib chiqadigan servisimiz nafaqat musiqa va skachat botlari bilan cheklanibgina qolmay, keyinchalik yanada ko'proq Telegram botlaridan foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Xullas, video mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Biz esa boshladik. Xullas, siz bilan har doimdek tengdormiz. Bugungi qiladigan ishimiz Telegramni o'zida amalga oshiradi va Telegramdan chiqmasdan bu narsani to'liq o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Hech qanday dasturlash tili kerak emas, shunchaki siz servisdan foydalanib, o'zingizga kerakli narsalarni tanlab, uni pullarini to'lasangiz bo'lgani. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz telefonimizni olamiz. Buni telefonda ham bemalol qilsa bo'ladi. Telefonimizni olib, Telegramdan Save Builder Bot deb qidiramiz. Save Builder Bot havolasi video ostida qoldirilgan va mana bu yerdan qidirib ham topsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib botga start bosib olamiz va bot bizga salomlash xabarini yuboradi. Bizda menyu chiqib keladi va menyuda botlar bo'limi orqali o'zimizga kerakli bo'lgan botni boshqarishimiz yoki yangi bot ochishimiz mumkin. Bu haqida alohida qo'llanmada to'xtalib o'tamiz. Menyudagi balans bo'limi orqali esa ID raqamimiz va balansimizda qancha summa borligini ko'rib olishimiz mumkin. To'ldirish bo'limi orqali balansimizni to'ldirib olishimiz mumkin. Buning uchun botga birinchi bo'lib kerakli bo'lgan summani yozamiz. Masalan, 5000 so'm. Keyin esa bizga to'lov usullari chiqib keladi. Bu yerda 3 ta avtomatik to'lov tizimi mavjud: Humo, Uzcard, Visa va admin orqali to'ldirishingiz ham mumkin. O'zimizga qulayini tanlaymiz va bizga to'lov ma'lumotlari chiqarib beriladi. Ushbu xabardagi karta raqamini nusxalab olib, o'zimizga qulay bo'lgan dastur orqali kartaga pul jo'natamiz va kartaga pul yuborganimizdan so'ng to'lov chekini skrinshot qilib olamiz. Keyin esa botga qaytib to'lov qildim tugmasini bosgan holatda unga skrinshotni yuboramiz va to'lovimiz 5 daqiqadan 24 soat ichida tasdiqlanadi. To'lovimiz tasdiqlanguncha bot bilan to'liq tanishib o'tamiz. Keyingi sozlamalar bo'limida bot API tizimini sotish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. API hozircha yo'lga qo'yilmagan, lekin keyinchalik bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ma'lumot bo'limida esa botimizning kanali, chati va admin profilini topishingiz mumkin. Barcha savollaringizni mana shu yerda qoldirsangiz bo'ladi. Va bizning to'lovimiz tasdiqlandi va pul balansimizga qo'shildi. Xullas, mana bu yerga yetib kelganda biz Telegram botimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Bot ochish haqida batafsil ma'lumot hozir berib o'taman. Botga kiramiz va botlar bo'limini ochib, yangi bot yaratish tugmasini bosamiz. Va bu yerdan o'zingizga kerakli bot turini tanlaysiz. Keyin esa bizga bot uchun tariflar taqdim etiladi. O'zimizga kerakli bo'lgan tarifni tanlab chiqib tanlaymiz. Masalan, men Start tarifini tanladim va mana bu yerda platformalarni tanlash chiqadi bizga. O'zimizga kerakli funksiyalarni bosib, galishga qo'yib chiqamiz va bizga asosiy umumiy narx ko'rsatiladi. Balansimizni mana shuncha summaga to'ldirganimizdan so'ng bot yaratish tugmasini bosamiz va bot yaratish uchun bizga qo'llanma beriladi. Buning uchun bot fazliga o'tamiz va yangi bot yaratib olamiz. Bot fazliga kirganimizdan so'ng new bot buyrug'ini beramiz va botimiz uchun nom kiritamiz. Nom kiritganimizdan so'ng maxsus username nomini kiritamiz. Username'imizning oxiri bot so'zi bilan tugashi kerak va unda hech qanday probellar bo'lmasligi, probel o'rniga pastki chiziqdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun Save Builder Test Bot. Undan so'ng bot faza bizga mana bu xabarni yuboradi va xabarda esa mana bu yerda token beriladi. Aynan shu tokenni nusxalab olib, Save Builder botga qaytamiz. Va hozirgina nusxalab olgan tokenimizni mana bu yerga qo'yib, botga yuboramiz. Botimiz serverga muvaffaqiyatli joylandi. Endi esa botga o'tish tugmasini bosib, Start buyrug'ini beramiz. Ko'rib turganingizdek, botimiz ishladi. Endi botimizdan xohlaganimizcha foydalanishimiz mumkin. Endi esa botni panel orqali boshqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun botga /panel buyrug'ini yuboramiz. Bizda panel ochiladi va panelda juda ham ko'plab menyular bor. Hozir menyular bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Birinchisi statistika. Bu yerdan botimizning to'liq statistikasini olishimiz mumkin. Ikkinchisi esa majburiy obuna bo'limi. Bu yerdan kanal qo'shishingiz, kanal ro'yxatini olishingiz yoki kanalni o'chirib yuborishingiz mumkin. Qo'shish bo'limini ochamiz va o'zimizga kerakli kanal yoki guruh yoki havolani belgilaymiz. Masalan, men kanalni belgiladim. Bu yerda kanal turi ommaviy, shaxsiy yoki so'rovli bo'lishi mumkin. O'zimizga keraklisini tanlagach, bot bizdan kanaldan post forward qilishni so'raydi. Birinchi bo'lib kanalga kiramiz va tahrirlash bo'limini ochib, adminlar bo'limidan yangi admin qo'shgan holatda hozirgina ochgan o'zimizning botimizni admin etib tayinlaymiz. Keyin esa kanaldagi istalgan postni botga yuboramiz. Kanalimiz muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi botimizdan foydalanish uchun kanalimizga obuna bo'lish kerak bo'ladi. Bu yerdagi ro'yxatni ko'rish tugmasi orqali ulangan kanal haqida ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Yoki da kanalni o'chirish bo'limidan keraksiz kanallarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Men
Menyudagi keyingi bo'lim xabar yuborish bo'limi. Bu barchaga xabar yuborish, ya'ni rassilka. Bu yerdan yuzerlarga, guruhlarga, o'zbek auditoriyasi yoki barchaga mana bunday reklama xabarlarini yuborishingiz mumkin. Keyingi bo'lim esa reklamalar bo'limi. Bu yerda siz startdan keyin, video yuklagandan keyin yokida musiqa yuklagandan keyin o'zingizning maxsus reklama xabaringizni yoqib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu reklamalarni esa post matnlari bo'limi orqali tahrirlashingiz mumkin. Har bir til uchun alohida yozib qo'ysangiz bo'ladi. Kerakli tilni tanlaysiz va o'zingizga kerakli bo'lgan rasm, video, matn yoki boshqa istalgan reklama turini kiritib qo'yasiz. Xabar matnlari bo'limida esa o'zingizga kerakli bo'lgan joydagi xabarning matnlarini to'liq o'zingizga moslashtirib o'zgartirishingiz mumkin. Unda ham har bir tilga alohida ishlov bersangiz bo'ladi. O'zingizga kerakli xabarni yuborasiz yokida nimadir noto'g'ri ketgan bo'lsa, asliga qaytarish tugmasini bosishingiz kifoya. Keyingi bo'lim esa reklama havolalari bo'limi. Ushbu bo'limdan siz maxsus havola yaratib, uni turli xil joylarda qayerdan qancha odam kelayotganini bilish uchun maxsus havola yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Shunchaki havola yaratish tugmasini bosasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan nomni yozasiz va bot sizga maxsus havola beradi. Havolani esa istalgan joydagi reklamada ishlatishingiz mumkin va uning statistikasi bilan aniq tanishib borsangiz bo'ladi. Keyingisi esa adminlar bo'limi bo'lib, bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan odamlarni admin sifatida qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ular ham sizning botingizdagi panel bo'limidan bemalol foydalansa bo'ladi. Admin qo'sh tugmasini bosasiz va o'zingizga kerak bo'lgan admin IDsini kiritasiz. Adminlar ro'yxati tugmasi orqali mavjud adminlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Keraksizini o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi albatta. Sozlamalar bo'limida esa texnik ishlar olib bormoqda. Bu yerda keyinchalik API bo'limi ochiladi. Keyingi oxirgi bo'lim esa kanalga qo'shilish so'rovlari bo'limi bo'lib, bu yerda majburiy obunaga ulagan kanalingiz so'rovlarini filtrlash imkoniyati mavjud. Ya'ni siz qo'shilish so'rovi mavjud bo'lgan kanalni avtomatik tasdiqlashga yoqib qo'yishingiz mumkin yokida xabar yuborishni ochib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni agarda kimdir kanalga qo'shilish so'rovini yuborsa, bot tomonidan unga xabar yuborilishini qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Xabar matnini o'zgartirish tugmasi orqali bot foydalanuvchiga yuboradigan xabarni o'zingiz uchun o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, bu yerga reklama qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, botni panel orqali boshqarishni ko'rib chiqdik. Endi botning limitlari va tariflarini o'zgartirishni SEO Builder botni o'zida qanday qilib amalga oshirishni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda SEO Builder botga kirib, botlar bo'limini ochamiz va botlarim bo'limini tanlab, bu yerdan o'zingizning botingizni tanlab olasiz. Endi esa bot haqida to'liq ma'lumot chiqib keladi. Birinchi bo'lib bot sozlamalari bo'limidan boshlaymiz. Ushbu bo'limni ochganingizda sizga bot tokeni va admin IDsi ko'rsatiladi. Tokenni yangilash tugmasi orqali esa botning tokenini yangilab olsangiz bo'ladi. Bu narsa siz bot faza orqali bot tokenni yangilaganingizda botingiz ishlashda davom etishi uchun kerak bo'ladi. Keyingisi esa botni yangilash funksiyasi. Bosish orqali botingizni yangilab yana ishlashda davom etishini ta'minlashingiz mumkin. Keyingisi esa botni birovga o'tkazish. Bu orqali foydalanuvchi IDsini kiritgan holatda botingizni unga o'tkazib bersangiz bo'ladi. Keyingisi esa admin IDsini almashtirish, ya'ni admin profilingizni boshqa ID kiritgan holatda almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Keshni tozalash bo'limi orqali botning barcha keshlarini tozalab, uning ishlashini tezlashtirsangiz ham bo'ladi. Keyingi botni to'xtatish bo'limi orqali esa botning ishlash faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib qo'yishingiz mumkin va yana xuddi shu yerdan botni ishga tushirsangiz ham bo'ladi. Bu bo'limni ko'rib chiqdik. Endi esa orqaga qaytamiz. Bizda asosiy menyudagi birinchisi limit sotib olish. Bu yerdan siz Instagram, YouTube va Shazam uchun o'zingizga kerakli bo'lgan limitlarni sotib olishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda aynan shu platformalardan yuklab olish yoki foydalanish nazarda tutilgan. O'zimizga kerakli platformani tanlaymiz va tariflarni ko'rib chiqqan holatda o'zimizga ma'qulini tanlab sotib olamiz. Ko'rib turganingizdek, men botim doimiy ishlab turish uchun har biridan 10 mingtadan limit sotib oldim. Siz ham bu bo'lim orqali limitlarni sotib olishni esdan chiqarmang. Botingiz doimiy muammosiz ishlaydi. Keyingisi esa platformalar bo'limi. Bu yerdan siz qaysi platformalar faol holatda ekanligini ko'rib olib, ularni o'chirib ham qo'yishingiz mumkin. Keyingisi esa bot tarifini o'zgartirish. Bu yerda siz botni ochayotganda tanlagan tarifingizni kuchaytirib, yangisiga o'zgartirishingiz mumkin. Bu albatta botingiz rivojlanishi va talabingiz, taklifingizga bog'liq. Keyingisi esa to'lov muddati bo'lib, siz o'zingizga kerakli vaqt ichida, masalan 1 kundan 30 kungacha to'lovni qilib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni tarif to'lovini o'zingiz xohlagan muddat uchun oldindan to'lab qo'ysangiz bo'ladi. Va eng oxirgisi botni o'chirish bo'limi. Bu orqali botingizni butunlay SEO Builder botdan o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Ko'rdingiz, o'zingizni botingizni ochdingiz va siz undan endi bemalol foydalansangiz va uni boshqa joylarga reklama qilib, bu orqali daromad topsangiz ham bo'ladi. Agarda video mavzusi qiziq bo'lgan bo'lsa, har doimdek kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Nimagadir tushunmasangiz yoki qandaydir savollar paydo bo'lsa yoki keyingi videolarda nimani ko'rishni xohlasangiz, kommentariyalar har doim ochiq. Likelar esa ishlab turibdi. Sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Xullas, har doimdek siz bilan Sindorz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Tugab